ko'p uchraydigan holat 3-4 yildan beri yaxshi ko'rib kiyib yuradigan kostyumingizni shimi eskirib qolgan bo'ladi. Pidjak o'zi bo'lsa yaxshi saqlab qolgan bo'ladi. Shu holatda ko'pchilik pidjakini o'zini olib, pastiga birga bir tushadigan shim qidirib yurishadi. Topolmagandan keyin bo'lsa, umuman kiymay qo'yishadi. Shunday qilib, shimsiz qolgan pidjaklarga ikkinchi shans bersa bo'ladi. Ya'ni rangi boshqa bo'lsa ham o'ziga mos tushadigan shim topsa bo'ladi. Albatta har bitta rangi o'ziga mos tushadigan boshqa rang bo'ladi. Shu qoidani qo'llagan holatda pidjakingizga mos tushadigan shim topsangiz bo'ladi. Eng muhimi, pidjakinglar yo'l-yo'lmi yoki katta bo'lsa, pastiga tanlayotgan shimingiz iloji boricha однотонный bo'lishi kerak. Va yana bir narsa. Bu qoidani asosan polo klassik kostyumlarni pidjakiga qo'llasanglar bo'ladi. Stroy klassik pidjaklarga bo'lsa, bu qoidani qo'llash deyarli iloji yo'q.